masala shartlarini to'liq o'qib chiqqan bo'lsangiz, demak bizning birinchi qiladigan ishimiz ularga belgilash kiritish. Masala shartida aytayaptiki, birinchi zanjirdagi adenlarimiz soni ikkinchi zanjirdagi adenindan, ya'ni mana bundan 1,5 marta ko'p ekan. Shunda buni x qilib olsak, bu 1,5 bo'ladi. Ikkinchi shartda ikkinchi zanjirdagi guanin, mana bu guaninimiz, ikkinchi zanjirdagi guaninimiz timin sonidan ikkinchi zanjirdagi mana bu timindan, shuning uchun buni 1,5 qildik. Mana shuni timindan 2-4 marta kichik ekan. Ya'niki 0,625 mana 0,625 qilib belgilab oldik. Va keyingi ikkinchi qiladigan ishimiz mana bu ushbu dengliklarning birinchi zanjiridagi purinlar soni deyapti. Shu purinlar soni mana bu adenin bilan guanin soni ikkinchi zanjirdagi guanin sonidan, ya'ni mana bu ikkinchi zanjirdagi guanin mana shu guanindan 5,4 marta, guanindan 5,4 marta kichik ekan. Shunda katta ekan. Shunda biz 5,4 ni guaninlar soniga ko'paytirsam, adenin guaninlar soni kelib chiqadimi? Xuddi shuning uchun bizda guanin 0,625 ku. 0,625. Shu 0,625 ni, ya'ni guaninni 5,4 marta katta degan songa ko'paytirdim. Adenin bilan guaninni foizi kelib chiqdi 3,375. 3,375 bu adenin bilan guanin umumiy soni. Shundan 1,5 ya'ni mana bu 1,5 bizga ma'lum bo'lganicha ayirib tashladim. Guanin chiqdi. Ya'ni mana bu yerdagi guanin, mana shu yerdagi guanin kelib chiqdi yana. Ya'ni 1,875. Xo'p. Demak, 1,5 adenin bor, 1,875 guanin bor bitta birinchi zanjirda. Ikkinchi zanjirda esa 0,625 guanin bor. Va bitta x da timin bor yana. Adenin, guanin, sitozin, timin hisobida bu guanin to'g'ri kelaveradi yana. Hammasini qo'shib chiqsam 5 nisbat berar ekan. Va bizda 400 ta nukleotid bor. 400 ta nukleotid. Shundan 200 tasi yarimta zanjirda bo'ladi. Bitta zanjirni ifodaladik. Va 200 ni ichida nechtasi birinchi zanjirdagi guanin, nechtasi ikkinchi zanjirdagi guaninni topib oldim. Jami bo'lib 100 ta guanin chiqdi. Bizda jami 400 ta nukleotid bor edi. Shunga 100 ta guanin qo'shib qo'ydim, 500 ta nukleotid kelib chiqdi.